Stomax bilan o'zi birorta loyiha ishlaganmi? Mana shu kabi kommentariyalar juda ham ko'plab kelyapti. Men sizlarga hozir quruq gap bilan emas, balkim isboti bilan ko'rsataman. Boshladik. Aytib o'tishim mumkinki, Stomax kompaniyasining mahsulotlarini Qo'qon, atrof tuman, balkim butun vodiyda juda ham yaxshi bilishadi, buyurtma ham qilishadi. Biz Qo'qon shahridagi Texti Group kompaniyasi tomonidan qurilayotgan Yaqinlar 1, Yaqinlar 2, Sabun kompaniyasining Qo'qonjonim, Dream House kompaniyasining Turkiston Avenue, Farobiy, Osuda zamin, Beruniy va shu kabi ko'plab loyihalariga, undan tashqari Farg'onadagi ekoshaharda qurilayotgan Ekotower loyihasiga, Furqat tumanida yangi qurilayotgan bolalar bog'chasiga, Yaypan tumanida qurilayotgan yangi maktabga, mana shu kabi katta va kichik loyihalarga o'z mahsulotlarimizni yetkazib berganmiz. Hozirgi kunda ham ular bilan samarali ishlab kelmoqdamiz. Agarda siz ham ko'p qavatli bino, savdo markazlari va yoki o'zingiz uchun shaxsiy qurilish rejalashtirayotgan bo'lsangiz, sizga ham sifati GOST nazoratidan o'tgan beton hamda beton mahsulotlari kerak bo'ladi. Buning uchun siz albatta ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Biz sizga batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. Stomax yuqori sifat.